Voy, Spark yonyaptimi? 2021-yil Jizzax viloyatining G'allorol tumanida Nayman qishlog'ining dala hududida yoqib ketilgan Spark avtomashinasi topildi. Achinarlisi, haydovchi ham yonib kul bo'lgan edi. Mana men tushunmaysan? Bahorda berdim-ku urug'ini. To'g'risi, uni 1 yil oldin sotib yuborgandim. Agar bugunoq topib bermasang, militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. O'sha kuni olim ham 10 ta gugurt qutisida marixuana oldi. Menga seni yordaming kerak. Yordam sanda aylansin. Nima qilish kerak? 2021-yil 28-dekabr kuni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi 102 qisqa raqamiga kelib tushgan xabariga asosan G'allorol tumani Mirzabuloq qishloq fuqarolari yig'ini Nayman qishlog'i hududida joylashgan Abdumajid Abdug'affor fermer xo'jaligining dala yer maydonida 171-konturida Spark rusumli avtomashinaning yonib ketgan holatda bo'lganligi holati yuzasidan kelib tushgan xabarga asosan Jizzax viloyat prokuraturasining tezkor xodimlari hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasining tezkor vakillari ishtirokida hodisa sodir bo'lgan joyga zudlik bilan yetib borildi. Tolipov Diyorbek Alijon o'g'li. Jizzax viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tergovchisi. Bu yerdagi sodir bo'lgan holatni hech kim tushuntirib bera olmasdi. Mashina katta tezlikda boshqaruvni yo'qotib, ag'darilib yonib ketgan degan xulosaga boray desak, bu ko'cha tez yuradigan joy emas. Sekin yurgan bo'lsa, nima uchun ag'darilib yonib ketdi? Odam yo'q, kimsasiz joyda mashina nima qilgan? Savollarga javob yo'q. Hammasi sirli, tushunarsiz edi. Hodisa sodir bo'lgan joyda ko'zdan kechirilganda yonib ketgan Sparkning haydovchi o'rindig'ida shaxsi noma'lum murdaning to'liq yonib ketgan, kuygan holatda jasadi borligi aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan shu kunning o'zida Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mashinaga aniqlik kiritildimi? Kimga tegishli ekan? Kuzov raqami bilan qidiryapmiz, lekin bizning viloyatdan chiqmadi. Guvohlar bormi, yo'qmi? Yo'q, hech kim ko'rmagan ekan. Qanaqasiga bo'lmasligi mumkin? Atrof to'la kamera-ku. Mahalla aholidan surishtiringlar. O'rganamiz boshliq. Ruxsat. Xo'p bo'ladi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan kechiktirib bo'lmas tergov harakatlari davomida shaxsni aniqlash maqsadida DNK ekspertizasi tayinlangan va unga bir qator biologiya ekspertizalari tayinlangan. Ishga aloqador hududda atrofida mavjud barcha kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilgan va yozuvlari tegishli protsessual tartibda olingan. Salom Qudratovich. Nimadir aniqlandimi? Murdada bosh chanoq suyagi yorilganligi aniqlandi. Ammo bu ma'lumot voqeaga aniqlik kirita olmaydi. Sababi jarohat mashina ag'darilgan vaqtda olingan bo'lishi ham mumkin. O'tkazilgan tergov harakatlari davomida kuzatuv kameralarida olingan yozuvlar ko'zdan kechirilganda shubhali bo'lgan video yozuvlar mavjudligi aniqlanib, ushbu shubhali videolarda shaxsini aniqlash maqsadida bir qator tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilgan. Kim? Assalomu alaykum komandir. Shu xonaga chaqirtirgan ekan? Ha, men chaqirtirgandim. Keling o'tiring. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Oq rangli Spark avtomashinangiz bormi? Ha, bor edi. Nimadir bo'ldimi? Avariyaga uchragan. Haydovchisi yonib ketgan. Yo'lda kim edi o'zi? To'g'risi, uni 1 yil oldin sotib yuborgandim. Ha, yo'q, avtomashina hali sizning nomingizda. To'g'risi men nomimda, lekin kelasi yil rasmiylashtirish arzonroq bo'ladi deganiga, shunga hali rasmiylashtirmay turgan edi komandir. Shunaqa deng.
Olib borilgan tezkor tergov harakatlari davomida kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilganda yonib ketgan mashinaning rusumi va davlat raqami aniqlangan. Jumladan, ushbu avtomashina Spark rusumli davlat raqami 30C381GA bo'lgan avtomashina ekanligi aniqlangan. Olib borilgan tergov harakatlari davomida avtomashinaning o'rindig'ida bo'lgan shaxsi noma'lum murdaning shaxsi aniqlangan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Ichki ishlardan leytenant Qosimovman. Tinchlikmi? Tinchlik. Eringizning oq Spark avtomashinasi bormi? Ha, kira qilaman deb chiqib ketuvdilar. Anchadan beri kira qiladilarmi? O'zi Koreyada ishlab yurardilar. Bu gal ketolmay qolganlari uchun mashina olib kira qilishni boshladi. Tinchlikmi o'zi, nima gap? Chiqib ketishlaridan oldin qanaqadir muhimroq gap gapirib ketmaganmilar? Yo'q, shu bozorlik qilib kelaman deb 5 million so'm chiqib ketuvdi. Nima gap o'zi, ochiqroq gapiring. Tinchlik. Sparklarni surishtirib yurgan edik. Kerak bo'lsanglar chaqiramiz yoki o'zimiz kelamiz. Mayli, sog' bo'ling, charchamang. Uzr bezda qilgan bo'lsam. Surishtiruvda yonib ketgan mashina va uning ichidagi jasad Olimjon ekanligi aniqlandi. Bu holat ko'pgina savollarni keltirib chiqarardi. G'allorolga avtomashina qanday kelib qolgan? Umuman, kira qilib Samarqand shahridan chiqmagan Olimjon G'allorolda nima qilib yuribdi? Bu jinoiy ishga kim qo'l urgan? Nima maqsadda o'ldirgan? Nahotki arzimagan 5 million so'm pul uchun sodir etilgan bo'lsa bu jinoyat? Bu jinoyatmi yo baxtsiz hodisami? Soliyev Olimjon samarqandlik yigit bo'lgan. Bu sudlanuvchilarning o'zlari ham Samarqandni Jonboy tumanidan. Muhammedova Iroda Ergashevna, jinoyat ishlari bo'yicha Baxmal tuman sudi tergov sudyasi. Samarqand shahridagi tanishi Soliyev Olimjon bilan o'rtalarida kelib chiqqan nizo tufayli mana shu jinoyatga qo'l urgan. Assalomu alaykum, o'rtoq. Va alaykum assalom. Savirdinov Spark avtomashinasi G'alaorol tumaniga ovloq joyga qanaqa qilib borib qolganini aniqlanglar. Aytgancha, Olimjonning ham shaxsi haqida do'stlaridan, oshnalaridan bir surishtirib aniqlik kiritinglar. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi, boshqa buni o'rganyapmiz. Yaxshi. Olib borilgan tezkor qidiruv tergov harakatlari natijasida holat yuzasidan kuzatuv kameralarida aks etgan videolarda ko'zdan kechirilganda VAZ 2106 rusumli avtomashina shubhali ekanligi aniqlanib, ushbu holat yuzasidan tezkor harakatlar o'tkazilgan. Olib borilgan tezkor harakatlar davomida ushbu VAZ 2106 rusumli avtomashinani boshqarib kelgan fuqaro Samarqand viloyati Jonboy tumanida tug'ilgan Qudratov Eldor tomonidan boshqarib kelinganligi aniqlangan. 2 kun oldin kechqurun soat 6larda qayerda edingiz? Qayerda bo'lardim? Uyda, bola chaqa, ro'zg'or. Soliyev Olimjonni tanirmidingiz? Yo'q. Kim u? Oxirgi bor sizda telefon raqamingizdan 5-6 marta telefon bo'lgan. U bilan nima haqida gaplashdingiz? Abror va Yorqin ertalabdan mast edi. Ularning o'zini tutishi ichki ishlar organlari xodimlarida shubha uyg'otdi. Shaxsiy tintuv o'tkazilganda Abrorning yonidan 2 gram, uyidan esa 4 gram miqdorida marixuana moddasi topildi. Hodisa sodir bo'lgan kuni uning VAZ 2106 rusumli avtomashinasida u bilan birga Samarqand viloyatidan Jizzax viloyatiga kelgan 2 nafar shaxs borligini ma'lum qilgan. Har bir postdagi video kameralarda ko'tarilganda, shu video kameralarga tushgan shu avtomashinalarda shubhali avtomashinalar hammasini tekshirib, shuni orqasidan jinoyat fosh bo'ladi. Birinchi shu Qudratov haydovchini topishadi, Qudratov Eldorni va shu orqali qolgan jinoyatchilar ham qo'lga tushadi. Xo'sh, Valiyev, yashiraman deb o'ylamang. Biz hammasini bilamiz. Hammasini bir boshidan aytib beringchi. Nimaga Olimjonni o'ldirdingiz?
maktab o'quvchisi o'qishni bitirib tezroq katta hayotga qadam qo'ysam deydi. O'qish bitgach hayotni og'ir yengilliklarini his qilib, maktab davrlarini umrining oxirigacha eslab yuradi. Olimjon ham 2009-yili maktabni bitirib, kafe restoranlarda ishlab yurdi. Bir muncha vaqt ustachilik qildi. 2014-yilda esa oilali bo'ldi, ya'ni uylandi. Olim aka, nima? to'yimiz bo'lganiga hali endi 2 oy bo'lgan bo'lsa, shu bilan endi qachon qaytib kelasiz? Xotirlanma, 1 yilda bir kelib turaman. Masa siz bitta o'zim 1 yil nima qilaman? Imkon bo'lishi bilan kelaman. Senga pul jo'natib turaman. Sen yig'ib turgin, xo'p? Xo'p. O'zing ehtiyot qil. 2014-yil to'yi o'tishi bilan Olimjon Janubiy Koreyaga ishlash uchun ketdi. Shu ketgancha 6 yil davomida kelib ketib ishlab yurdi. Bu orada yoshlar 3 ta farzandli bo'lishdi. 2022-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudining ish yurituviga, ya'ni og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirish, murdani tahqirlash, bosqinchilik hamda giyohvandlik moddalari bilan vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish jinoyatlarini sodir etganlikda ayblanib Abdullayev Abror va uning jinoiy sheriklariga nisbatan jinoyat ishi kelib tushdi. Mazkur jinoyat ishini ko'rib chiqish jarayonida jinoyatni asosiy ijrochisi bu Abdullayev Abror bo'lgan. Solif Olimjon bilan Abdullayev Abrorni o'rtasida giyohvandlik vositasini oldi berdisi bo'yicha o'zaro kelishmovchilik holatidan kelib chiqqan. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz? Do'kondan mayda-chuyda olib kelmoqchi edim. Orqaga qayting. Mumkin emas. Xo'p. Xo'p. Uzr aka. Xo'p. 2020-yil xuddi yomon tush kabi o'tdi ketdi. O'sha yillarda pandemiya ko'pchilikning taqdirini o'zgartirib yubordi. Biz hikoya qilayotgan voqea qahramoni Olimjon ham Janubiy Koreyadan ta'tilga keldi-yu, karantin tufayli keta olmay qoldi. Abdullayev mardikorchilik qilib ishlab yurgan kezlarida umurtqa pog'onasi ozgina latiyib ishlashga qiynalib yurgan paytlarida o'sha o'zi bilan birga ishlovchi mardikor yigitlardan bittasi sigareta qog'oziga o'rab nasha beradida, chekib ko'r, agar og'riqlari qolsa ta'minlab turaman degan ma'noda birgalikda iste'mol qilishgan bo'ladi. O'sha nasha iste'mol qilgandan keyin bu uni og'riqlari yengillashgandek bo'ladi va shu tariqa u yigit bilan doimiy giyohvandlik vositasini iste'mol qilib turishadi. Tanishi bunga o'sha nashani urug'ini berib, mana shuni ekasan, ekib turib yetishtirasan, yetishtirib bersang bo'ldi deydi. O'sha nasha urug'ini ekib yetishtiradi uyda. Kunlardan bir kuni o'zi bilan birga buni uyiga Solif Olimjonni birgalikda olib keladi. Uy gitdingizmi Olimjon? Bizga endi o'shani qurg'idan olib chiqasan endi. Tushunmadim, nimadan? Bu yigit o'zi dori bori urib yurgan. O'shanga bir tutataylik deb olib keldi, endi tashlasin shu odatini. Mahmud, tushunmayapman. Voy, nima tushunmaysan? Bahorda berdim-ku urug'ini. Xavotir olmang, brat, hammasi joyida. Bor, endi harakatini qilib ber endi. Ana qilib anaqa qo'rasan, olib chiqaversan. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin bular yana keladi. Moddiy sharoit og'ir bo'lgani uchun $2000 kelishilgan holda yana boyagi Solif Olimjonga nasha beradi. Lekin Solif Olimjon pulini bermaydi, pulini nasiya qilib nashani olib ketgan bo'ladi. Ancha vaqt nashani pulini so'rashiga qaramasdan erta indin qilib 2000 o'sha AQSh dollari miqdoridagi pullarni go'yoki bermay yuradi. Ma o'g'lim. Abror, buni o'rab, burgut qutisiga solib, chiroyli qolib chiqsang bo'lmaydimi? Endi men bitta dehqon bo'lsam, qutilarga solishni bilmasam. Men o'rab chiqdim.
Ko'p toza olib chiqaman. Marixuana narkotik modda sanaladi. U bilan savdo qiluvchilar oddiy gugurt qutisidan konteyner sifatida foydalanishadi. O'sha kuni olim ham 10 ta gugurt qutisida marixuana oldi. Undan keyin yana bir necha bor molga keldi. Har kelganda akasini qotillar o'ldirib ketganini, jiyanlari uni qo'lida qarovsiz qolganini, boqishga qiynalayotganini bahona qilib, pulini bermay ketardi. Bora-bora bu Abrorning joniga tegdi va olim bilan savdo qilmay qo'ydi. Jinoyat ko'chasiga kirish ko'pincha ixtiyoriy bo'ladi. Undan chiqish esa ixtiyordan tashqarida bo'ladi. Pullarni hali berib ulgurmasidan, lekin xuddi bir bu unga majburdek zo'rlik bilan kelib yana talab qilib so'rayveradi. Shunda hali $2000 bermading, men bundan buyog'iga sotmayman deyishiga qaramasdan o'rtoqlari bilan kelib qo'rqitgan ohangda kelib ketgani uchun buni keyin fikri o'zgaradi. Beraman o'sha pulingni. Menga bugun kerak. Nima deganing yo'q? Yoqib yubording? Menga qara, sen uyingni yoqsan yoqasan, lekin uni yoqmaysan. Agar bugunoq topib bermasang, militsiyaga qo'ng'iroq qilaman, qamatib yuboraman. Ichki ishlarga murojaat qilib xabar beraman deb qo'rqitadi. Bundan go'yoki u qo'rqdim deyapti, qo'rqib uni o'ldirish rejasi paydo bo'ladi. Yorqin. Qadrdon oshnamsan-ku. Menga seni yordaming kerak. Yordam senda aylansin. Nima qilish kerak? Olimjon degan bir tanishim mendan $2000 pul olib qochib yuribdi. So'rasam, militsiyaga aytaman deb shantaj qilyapti. Shuni bir yo'li qilish kerak edi. Toza jonga tegdi. Unga mashina kerak. Hal qilamiz. Abdullayevning ushbu jinoyatni sodir etishiga, ushbu jinoyatni sheriklari bilan birga tashkillashtirishiga asosiy sabab uning keltirgan vajlariga ko'ra, jabrlanuvchi Soliyevning doimiy ravishda unga giyohvandlik vositasini berib turishini talab qilib, ruhan tazyiq o'tkazib, zo'ravonlik ishlatishga to'g'ri kelishi haqida ishoralari bilan qo'rqitib kelganligi sabab bo'lgan. Buni uyiga kelgan paytida ichishga suv so'raydi. Abdullayevning turmush o'rtog'i idishda suv olib chiqib bergan vaqtida jabrlanuvchi go'yoki u ayolni qo'lidan ushlab quchog'iga tortishga harakat qilgan holati buni nafsoniyatiga kuchli ta'sir qiladi. Abror va Yorqin bir qishloqda o'sishgan ulfat edi. Shu qishloqda Eldor ismli bir yigit eski Jigulisini minib, kira qilib kun ko'rib yurgandi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sizmisiz? Mashinangizga xizmat bor. Faqat kun bo'yi xizmatda bo'lasiz. 150 ming so'm beraman. Voy aka, keling, bag'ringga bosing aka. Keling. Bitta o'rgan qarindoshingizga o'xshatdingizmi? Quchoqlab oldingiz? Yo'q, qanaqa qarindosh aka? Ko'zimga olovdek ko'rinasiz. 3 kundan beri klient yo'q. O'tiribmiz. Keling. Keling aka, keling. Keling. Kirakashlik ham qiyin kasb. Abror bilan Yorqinning xizmatini qilaman deb 150 ming so'mga ko'ngan Eldor qayerga nima yumush bilan ketayotganini fahmlab turgan edi. Jonboydagi qishloqlardan birida, o'zi yashayotgan qishloqdagi ham qishloqlari, shu sudlanuvchi Abrorni bilan birgalikda o'tgan yigitlar, ularni ham mana shu jinoyatga jalb qilmoqchi bo'ladi-da. Bugun kechqurun Olimjon tovar olgani keladi. Reja bunaqa. Men uydan tesha va bolta olib chiqaman. Eldor, sen 10 litr benzin olib olasan. Mana pul. Qorariq qishlog'ida ovloq joy bor.
Men Olimjonni shu yerga olib boraman. Yorqin ikkalamiz uni tinchitgandan keyin mashinasini yoqib yuboramiz. Men shunday aralashmayman bu ishga. Sen bizning xizmatimizda bo'lasan. Mashinang bilan bir chekkada kutib turasan. Ish bitgandan keyin bizani olib ketasan. Qani oldik. Hammasi ipidan ignasigacha o'ylangan, vazifalar taqsimlangan, reja puxta edi. Ammo men qilaman 30, Xudoyim qiladi 9 degan gap aynan rejalashtirish haqida aytilgan. Bularning rejasi nima bo'ldi? Ishga kirishishlari bilan hammasi chalkashib ketdi. Kelishuvga asosan ular Jonboy tumani qishlog'ida ovloqroq joyda tanlashadi. Endi bu yerda Valiyev Yorqin tanimaydi uni, lekin Abdullayev chaqirib oladi, go'yoki kimdandir tanishidan olib berayotgandek qilib ko'rsatadi o'zini. Soliyev bilan qo'ng'iroqlashib, Soliyev o'sha belgilangan manzilga yetib kelgandan keyin haqiqatdan 5 million so'm pulni olib keldimi, yo'qmi? Shunga ishonch hosil qilib oladi avval. Haqiqatdan pul olib kelganligiga ishonch hosil qilgandan keyin marhum jabrlanuvchi Soliyev Olimjon o'zini Spark rusumli avtomashinasida kelgan bo'ladi u yerga. Shu yerda Qudratov Yorqin uni qo'li bilan bir musht uradi. Tamiga opishi gap yo'q ekan. Mol qani? Mol yo'q. Oldin qarzlaring to'lisa, keyin mol. Boyaga pul, oldingi qarzlaring uchun edi. Paskashlik qilma. Ha? Kim paskash? Abror bilan Yorqin ikkalasi Sparkni Yorqin boshqarib oladi. Abror oldi o'rindiqda, jabrlanuvchi orqa o'rindiqda yotgan holatda yo'lga tushishadi. Uchinchi sheriklari Qudratov Eldorni telefon orqali chaqirishadi. Kelishuvga ko'ra Qudratov Eldorni mashinasida tayyorlab qo'yilgan benzin bo'ladi. Bu orada ular Abdullayevni uyiga borib, spirtli ichimlik ichib olishadi, ozgina dadillanish uchun yo'lga tushishadi. Biz Jizzaxga boramiz, Jizzax hududiga boramiz deydi. Shu tariqa ular Jizzaxga qarab yo'nalish olishadi. Ovloq, o'sha pana, kenglik joylarda tanlab keta borishadi. Postdan o'tayotganlarida Valiyev Yorqin mashinadan tushib, postdan piyoda o'tib oladi. Chunki orqada murda yotibdi. G'allaorol tumanini Nayman qishlog'iga yetib kelishadi.
tariqa qochib yana Samarqandga qarab piyoda yo'l olishadi. Chunki Qudratovni mashinasi Samarqand hududida qolgan bo'ladi. O'sha avtomashinaga yetib olguncha bular yo'lda Damas avtomashinasini to'xtatib, Qudratovni avtomashinasigacha yetib olishadi. Sud majlisida uchala sudlanuvchi 3 xil ko'rsatma berdi. Aloqasi yo'qligini bildirishyapti, ammo Qudratov bo'lgan holatlarni ro'y-rost aytib berib, to'liq iqrorlik bildirib ko'rsatma beryapti. Endi bu yerda asosan shu Abdullayevni jabrlanuvchiga nisbatan adovatini orqasidan sodir bo'lyapti-da jinoyat. Tergov jarayonida kim bilan qanday tanishgan, kimni qanday giyohvandlikka tortgan, kim sotgan, kim olgan, barchasiga aniqlik kiritildi. Hammasidan Abrorning gapi qiziq bo'ldi. Tergovchining nima uchun ichkilik ichgansiz degan savoliga ko'nglim bo'sh, ichmasam birovni urolmayman degan javobni eshitdi. Bir faylasuf aytgan ekan, kimdir ko'ngli bo'shligidan nolayotgan bo'lsa, bilingki unga vakolat yetishmayapti xolos. Shu joyda ko'yningga qo'tir jomashow deydigan odam topilmabdi-ya. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudining 2022-yil 14-yilda hukmi bilan Abdullayev Abrorga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi IP bandlari, 164-modda 3-qismi G bandi, 134-moddasi, 227-modda 1-qismi, 276-modda 1-qismi unga nisbatan uzil-kesil 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Uning jinoiy sherigi Valiyev Yorqinga nisbatan xuddi shu moddalar bilan aybli deb topilib, unga nisbatan ham uzil-kesil 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qudratov Eldorga nisbatan uning jinoyatdagi rolini, jinoyatdagi ishtirokini inobatga olib, uzil-kesil 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Qotillikni hech qachon oqlab bo'lmaydi. Giyohvandlik ko'chasiga kirgan har bir odam bilishi lozim. Endi u o'z kunini o'zi ko'rayotgan beozor inson emas. Endi u jinoiy mexanizmning bir bo'lagiga aylanadi. Ha, o'zi istasa ham, istamasa ham aylanadi, aylanaveradi. Agar to'xtasa, uni sindirib tashlashadi. Xulosa qiling, tergovning o'tkiri hali oldinda.